Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 8 aprel günü Şərq Türkistan armiyasının qurulğan günü. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Cumhuriyet işxanası Şərq Türkistan Milli Armiyası qurulğanlığının 81 illigini xatırlaş günü münasibəti bilan axbarat e'lon qilib mundaq dedi. Bugün egilik huquqluq Cumhuriyetimizni, xalqimizning hürligini, dövlətimizning keləcəyini qoğdaydigan Şərq Türkistan armiyasının qayta qurulğanlığının 81 illigini təbriklaymiz. 1945 yılı 8 aprel günü Şərq Türkistan Cumhuriyeti paytaxt G'uljida asliga keltirilgan mustaqilligimizni qo'g'dash, zamin bütünlükimizni saqlash, xalqimizning erkinligi va izzat hurmatini qo'g'dash vazifasini ustiga olgan Milliy qutquzish kuchi Şərq Türkistan Milliy armiyasining qurilganligini e'lon qildi. U tashkillik, intizomchan va qat'iy irodalik bo'lgan keng Şərq Türkistan zaminini Xitoy tajovuzchilaridan ozod qilgan, millatimizning erkin va mustaqil kelgusiga bo'lgan umidini elib kelgan eng ko'p 40 ming nafar aktiv askariy qo'shini, 20 ming nafar zapas qo'shinini o'z ichiga olgan armiya. Tragediyalik taqdir shuki, Şərq Türkistandan kelajagi o'g'irlangan. 1949 yılı 22 dekabr günü Xitoy Kompartiyasi Sovet İttifaqının qo'llashi bilan Şərq Türkistanni ishg'ol qilib olib, Cumhuriyetimizni ag'dirib tashlab, 76 yildan beri davomlashib kelayotgan ishg'oliyatni boshlatdi. Milliy armiyamizning yo'qolishi faqat hukumatimizning ag'dirilishini emas, balki milliy mudofaamizning vayron bo'lishini, egilik huquqimizning o'g'irlanishini va davlatimiz tarixidagi eng qorong'u sahifaning boshlanishini ko'rsatib berdi. Xitoy tajovuzchilari 76 yildan buyon vatanimizni ishg'ol, mustamlika qilib keldi. Zaminimizni tortib oldi, tilimizni bostirdi, kimligimizni jinoyat deb qaradi va xalqimizni o'ldirdi. Dunyo 12 yildan beri yuz berayotgan keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilikqa guvoh bo'lib kelmoqda. Millionlagan kishi lagerlarga qamaldi, millionlagan kishi majburiy emgak orqali qul qilindi. Millionlagan buvoq majburiy tushirib etish orqali o'ldirildi. 100 minglagan ayol tug'mas qilib etildi va tajovuzchilikqa uchirdi. 1 milliondan ortiq bola oilasidan ayirib etildi. Dünya bizning qadimgi madaniyatimiz, kulturimiz yo'qotilayotgan bir paytda amaliy harakat qo'llanishning o'rniga iqtisodiy va siyosiy manfaatni tanlash orqali Xitoyni nomussizlarcha rag'batlantirishni davomlashtirmoqda. Qayta takrorlanmasin degan va'dalarni kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi belgilash va mustamlikachilikka xotima berish prinsiplarini faqat eg'izdilla deb qo'yish bilan cheklanmoqda. Biz quroldan ayrilib, mudofaasiz qoldik. İşğal qılınıb, avazsız qaldıq. Tarix bizga qon bilan bu darsni berdi. O'zini qo'g'dash qurollaridan ayrilib qolgan bir xalq, xalqaro jamiyatning yolg'on va'dalari bilan zolimlarning insofiga tark etilgan xalqdir. Şərq Türkistan Milliy armiyasini qurish istakka aloqador ish emas. U bizning davlatimizning qutulishida muhim ahamiyatga ega. Oilasidan ayirib etilgan har bir bolaga, qul qilingan har bir Şərq Türkistanlik ruhiga, dafsanda qilingan va tug'mas qilib etilgan har bir ayolga hamda ishg'oliyatdan boshqani ko'rmagan har bir avlodga nisbatan bu bizning muqaddas majburiyatimizdir. Biz yangi bir narsani barpo qilishni ko'zlamayapmiz. Biz azaldan bizning bo'lgan narsani asliga keltirishni ko'zlaymiz. Biz ularga ozodlik elib kelishga, ularga mustaqilligimizni, davlatimizni, shundaqla egilik huquqimizni asliga keltirib berishga qarzdormiz. Şehitlerimizga, Şərq Türkistan Cumhuriyetining barliq askarlariga hamda vatanimizda davlat barpo qilgan va uni jini bilan qo'g'digan barliq ajdodlarimizga shuni deymizki, sizlarni yod etamiz, sizlarga hurmat bildiramiz. Sizlar yashagan va uning uchun jon bergan bu davlat qaytadan erkin va mustaqil bo'lmoqcha biz aram topmaymiz. Biz xalqaro jamiyatni Şərq Türkistonni ishg'ol qilgan bir davlat deb tunishqa, 21 asrdagi bu cho'ng qirg'inchilikqa o'xshab qoladigan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakatga o'tkazishga chaqiramiz. Xalqaro jamiyat xalqimizni qo'g'dashda yengilayotgan bir paytda biz hurlik suyar millatlar va demokratik hukumatlarni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining 1514-2105 va 37-43 numurli qarorlar bo'yicha o'zlarining axloqiy va qonuniy majburiyatlarini ado qilishga chaqiramiz. Shundaqla xalqimizning o'zini qo'g'day oladigan, Xitoyning mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik harakatiga xotima bera oladigan va davlat mustaqilligimizni asliga keltira oladigan bo'lish uchun
Şərq Türkistanның dövlət organlarını, cümlədən Şərq Türkistan Milliy Armiyasını qayta qurishni zörür bo'lgan boyliq va qo'llash bilan ta'minlashga da'vat qilamiz. Şərq Türkistanның o'g'illari va qizlari sizlar hech qanday ishg'oliyat yo'qitib etmagan va hech qanday tajovuzchi haqiqiy bo'ysundirolmagan qadimgi kulturning varislari. Şərq Türkistan bardoshlik beradi va erkin mustaqil davlat sifatida qayta gullanadi. Şərq Türkistanni asliga keltirish har bir Şərq Türkistanlikning muqaddas vazifasi, shundaqla adolat va insoniy izzat hurmat uchun kurash qiladigan har bir millatning axloqiy majburiyati. Yashasin mustaqil Şərq Türkistan. Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümeti Cumhur Reisi Məmtimin Əla. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin muavin Cumhur Reisi Sayragul Savutbay 3 aprel kuni İspaniyada chiqadigan Giz jurnalining ziyoratini qabul qilib, jazo lagerida beshidan o'tkazgan azobli kunlarni, jazo lageridagilarning qanday qiyin qistoq bostirishlarga uchraydiganligini, o'zining qochib chiqish va uningdan keyingi ahvolini tafsiliy anglatdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishining sababining Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligini, Sharq Turkistonning asli egillariga Sharq Turkistonni tortqizib qo'ymaslik uchun irqiy qirg'inchilik yurgizib yo'qotib etishga uringanligini, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning ishg'oliyati, mustamlikasini oxirlashtirish ekanligini, Xitoyning dunyoga kengayishdagi maqsadini qoyil qilarliq faktlar bilan anlatib, agar hech qanday o'zgarish bo'lmasa, Beyjing bir necha 10 yil ichida xalqimizni butunlay yo'qotadi. Xalqaro jamiyat Sharq Turkistondagi krizisga sukut qilyotidi. Agar bu ahvol izchil davomlashsa, Xitoy xalqimizni yo'qotishda g'alaba qozonadi. Keyin texmo g'arbga, ya'ni O'rta Osiyoga qarab kengaydi va o'zini dunyodagi birdan-bir hukmron kuch sifatida ko'rsatadi. Shunlashqa xalqaro jamiyatning Xitoyga qarshi jiddiy tadbirlarni qo'llanishi va Sharq Turkistonni faqat insonparvarlik nuqtasidan emas, balki o'zlarining erkinligi, egalik huquqi va bexatarligini kapolatga ega qilish uchunmi qo'llashi intayin muhimdir dedi. Cumhuriyet milliy mafkurasidan termilar, shon-sharaf va ulug'liq. Bir qism yuzaki insonlar shon-sharaf va kattalikni pulga sundirib o'ylab oladi. Ular hatto haq yoki nohaq usulda bo'lishidan qat'iy nazar biror obro' yoki mansab egasi bo'lishdek, cho'ng-cho'ng imoratlarni yasab o'tirishdek, nochi eti harvisi bo'lishdek, boshlariga qimmatbaho narsalarni kiyib, isil to'n kamzullarni kiyishdek, odamiylik sharafga aloqasi yo'q narsalarni orzulab o'tadi. Bundaq o'ylash xatodir. Amaliyotda inson uchun haqiqiy sharaf uning insoniyat dunyosiga, jumladan vatani va mamlakatiga xizmat qilishdan keladi. İnsanlar jamiyatiga xizmat qilmaydigan hamda yurti va xalqiga manfaati tegmaydigan mal dunyoning ayvon saroy, bog'-baron, isil kiyim-kechaklarning hech qaysisi insoniy ulug'liqdan, sharaf, izzat jumlasidan sanalmaydi. Bundaq narsalarning haqiqiy ulug'liq va odamiylik fazilatlar bilan bog'lanishi yo'q. Haqiqiy sharaf va haqiqiy ulug'liq insonlar dunyosiga, vataniga va millatiga xizmat qilish bilan, ularga yaxshilik qilish bilan bo'ladi. Cenab-ı Hak insondan uningga ato qilgan ne'mat va qudratlarni umumning manfaatiga qanchalik ishlatganligidan, qaysi xil ishlarga ishlatganligidan so'ramay qo'ymaydi. Shaxsiy mol-mulk yig'ish va dunyo to'plashning bashariyat tarixida hech ahamiyati ko'rilgan emas. Bu narsalar bo'lmasmi, vatani va millatiga xizmat qilgan kishi tarix nazarida yanada sharaflidir. Shunga millatiga xizmat qilgan buyuk zotlar barcha dunyo ahlida nomi muqaddas bo'lgan va ta'zim bilan yod etilib kelgan. İslamiyatdimi Ömer, Ali, Hamza va Xolid raziyallohu anhularga o'xshash buyuk zotlar, Tariq ibn Ziyod, Qutayba ibn Muslim kabi Fatih sardorlar, adashsiz sanab tugatkusiz ulug' mujohidlar, ulamolar, mujtahidlar va hukmronlarning hammasi millati islomiyaga, ya'ni musulmon xalqlariga qilgan xizmatlari bilan mashhurdir. Keyingi asrlarda Amerika ozodlik urushlariga rahbarlik qilgan Washington Amerikani bayqagan Kolombo va uning ahvolini dunyoga tafsiliy anglatgan hamda uning nomini dunyoga abadiylashtirgan edi. O'z tirishchanligiga tayinib Italiyaning cho'ng davlatlar qatoridan o'rin olishini amalga oshirgan Bismarck, shundaqla hozirgi Turkiyaning qurg'uvchisi Buyuk G'ozi Mustafa Pasha va boshqa mashhurlarni dunyo tarixida ko'rsatgan xizmati va shuhrati bilan baqiy bo'lib turg'isi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha Allohga omonat bo'lgaysizlar.